Angliya Ligi Kubogi doirasidagi Liverpool Southampton o'yini voqealarga boy o'tdi. Avvaliga Kiezaning pasidan so'ng Isak debyut golini nishonladi. Birinchi taymdan so'ng Isakning o'rniga maydonga tushgan Ekitike avvaliga keraksiz joyda sariq oldi. Keyin esa Kiezaning uzatmasini darvozaga to'g'irladi va uni libosini yechgan holda nishonladi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Voy dura. Uka, masala bu. Aferishdan desam, qizil jinni ekansan. O'yindan so'ng Arne Slot bu holatga shunday fikr bildirdi. Ehtimol men eskicha fikrlarman, lekin men ham bir nechta gollar urganman. Agar uch raqibdan o'tib, to'pni 9-likka joylab qo'ygan bo'lsang, buni yutug'im deb atashing mumkin. Lekin bugungidaqa gol urganimda libosimni yechishdan ko'ra Kiezaning oldiga borib hammasi uchun senga rahmat deb aytardim. Шухрат aka, вы много дали. Сдачи не надо. Большое спасибо.